Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugun sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugun sizlarga teplичкадagi yoshartirilgan gullarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bularni 4 kun bo'ldi. Og'zini mana shunday qilib ochib qo'yganman, yarim teplичка holatda. Mana shunday. Mana bunisi gul ham ko'rsatgan ekan, buni endi olib tashlayman baribir. Ana endi bularni mana ochiq havoga nisbatan o'rganib oldi. Endi bularni mana bu yoqlardan ildiz chiqazgan. Hozir grunti qurib qolgan, sababi 4 kundan beri mana shu ochiq holatda turganligi uchun havo issiq bo'lib qurigan. Mana 11-aprelda yoshartirilgan ekan bular. Teplичка qilgan vaqtim gullab borgan kichkina g'unchasi mana deyarli 1 oy bo'ldi. Yaxshi ildizlab olgan. Mana yuqori qismiga ildiz ko'rsatib boribdi. Bunisi ham. Bu endi g'uncha ko'rsatib boshlabdi. Mana rosa g'uncha ko'rsatibdi. Endi bu shapka bo'lib gullashga tayyor. Mana rozetkasi. Mana buni qarang. Bu ham g'uncha ko'rsatib boshlabdi. Mana hammasini patnisga taxlab oldim. Bularni ko'rgan bo'lsangiz tuproqlari qurigan. Bu degani endi fitil ipi ishlamaydi bularni. Hozir birdaniga fitilga qo'yganimiz bilan bularni ipini ishlash ehtimoli juda past, chunki mana qurib yotibdi. Bugun mana shu patnisdagi fiyalkalarimga mana shunaqa stakanda suv quyib qo'yaman. Mana lekin mat qilinmagan. Bu shunchaki fitil ipi ishlashi uchun nomiga quyilayotgan suv. Oddiy tindirilgan suv beryapman, e'tibor bergan bo'lsangiz. Lekin ertaga bularni fitili ishlab boshlagandan keyin fitil idishga qo'yganimda bemalol ozuqali suvga qo'ysam bo'ladi. Sababi bularni barchasi katta fiyalkalar, уже gulga kirib boshlagan fiyalkalarim g'unchala boshlagan ekan. Mana ko'rgan bo'lsangiz, boshqalari esa mana tayyor. O'shaning uchun ozuqali suvga solib bemalol mana suvni e'tibor bering. Mana shu suvni shimib oladi. Bir kun tursa ham bo'laveradi bemalol. Juda suvga bo'kib qolmaydi, sababi bularni barchasi katta fiyalkalar. 400 grammli stakanda suv quyildi xolos. Barchasini fitil ipi ishlashi uchun mana shu usuldan foydalanaman. Mana azizlarim, yarim teplичкаdan chiqqan gullarim. Dastlab to'liq teplичкада edi. Keyin 4 kun yarim teplичка holatida qo'ydim. Slafanlarni og'zini ochib, mana endi olib bularni fitil ipini ishlataman. Shu bilan birgalikda fitil idishga qo'yaman. Mana bular esa teplичкаdan chiqqaniga mana bir oydan oshib ketdi.
navbati bilan fitilga qo'yilgan. Mana rozetkalarni ba'zilarida mana shunaqa buralgan holatlar mana uchragan. Bu kunni isib ketishidan yoki kilish tushganidan bo'ladi. Mana lekin bular yumshoq, qattiq bo'lib qotib qolgan bo'lishi kerak. Shunaqa. Aziz obunachilarim, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.